Assalomualaykum qarindoshlar, biz bu qismliq videoda Google'dan qanday qilib oliy izlash to'g'risida bir qancha yardım tegadigan hünərlərni o'rganamiz, ya'ni helpful tips deydi inglizcha. Biz Google'ning settingsni tanlab advanced search bu oliy izlash bassaq nurg'ulg'an biz tanlay oladigan ko'znak va tanlashlar bor. Buni qanday ishlatamiz desak, masalan, biz izlamoqchi bo'lgan alqiliq so'zlarni ma'lum bir tilda yoki boshqa xil qanday xohlasak shunday shaklda izlash lozim bo'lib qolsa, biz texnik konkret tilda biz bu oliy izlash ishlatamiz. Masalan, Java o'rganishni deyni. Learn Java. Men Learn Java'ni izlamoqchi, lekin turk tilidagi Java o'rgangan materialni izlamoqchi. Shuni qanday qilmayman deganda, men language tilda turkchani tanlab qo'yman. Ananki izlasamlam turkchidagi Java o'rganadigan materiallar chiqadi. Masalan, uygulamalar, mana turkcha. Hamda biz madem advanced searchni ishlatib ketmaydi, bu chunki bu qo'laysiz har qitim izlab, ananki masalan faqat region deb qolsak, faqat Turkiyadagilar bo'lsin desakchi. Google bizga faqat Turkiyadagi materiallarni chiqarib turdi. Shunda izlaymiz. Endi biz faqat mush Google'ninki o'zidan izlamoqchi. Buni qanday izlaymiz deganda, men buning bir qancha Google'ninki oliy izlash oddiy amalga bizga beklam amaliy qo'laylik paytasidan 8 xil usulni so'zlayman. Uningdan usullar uningdan mijaq, lekin uni qag'alli o'zingiz izlanib baqsan oldi. Birinchisi masalan Uyg'ur degan ismni yezilish usuli o'xshamaydi, shunaqa ingliz tilida ikki xil. Masalan, Uyg'ur desak, UY bilan 18 milliondan ortiq qanda material bor Google'da. Endi biz UI desak 13 million. Shunaqa. Biz shunga Google'da Uyg'urga oid materiallarni izlamoqchi bo'lsaqchi, qanday qilamiz deganda, hamma Uyg'urlar yana bir Uyg'urni tang chiqsin degan chaqda biz Google'ninki algoritmi qanday or yoki degan gap ingliz tilida cho'qim cho'ng harflayasizlar. Uyg'ur. Manda yazsaq ikkisini tang chiqarib turdi. 27 million bo'ldi. Uyg'urga oid Google'da qanchalik materiallar bor ekan? 27 million. Andan keyin yana bir yezilishni qaytib etsak, Uygur Türkçe yazamdı yoki boshqa manbalarda Uygur deb oldigan u vaqtda 35 million. Balkim boshqa yoziqdagini qazsaqmi, ya'ni dunyoda eng ko'p so'zlashadigan 10 tildagi Uyg'urning yezilishini olsak, masalan, ham shu Uyg'urga aloqador materiallarni shunday topa olamiz demoqchi. Birinchisi shu or. Ondan ikkinchisi biz bayam ko'dik Uyg'ur degan izlasak 18 million 400 ming qitim chiqdi Google'da. Bu vaqtda biz masalan Uyg'urdan boshqa agar Uyg'urlar, Uyg'urizm degandek atalg'i bo'lsa, yana shuning qo'yib chiqarib turdi. Biz faqat Uyg'ur degan mush atalg'inlarni izlamoqchi-da. Uni qanday qilamiz degan chaqda buni naql belgisining ichiga olamiz. Hozir 18 million 400 ming qo'y. Naql belgisini olsak, vaqtda 14 million 800 ming chiqib qoldi. Demak, 4 millionga yaqinni qanda shalli o'tdi. Faqat Uyg'urga aloqadorlarni chiqarib turdi. Bu naql belgisi. Masalan, doppa bo'lsa 1 million 290 ming, 1 million 290 ming. Masalan, agar boshqa bir tilda doppak yoki lekin doppa degan mush so'z o'z ichiga olgan bo'lsam, tep chiqarib turdi. Men faqat mush faqat va faqat do'ppinlamiz deyman demoqchi bo'lsam qanda.
Doppa degeni naql belgisi alimi. Bizga faqat do'ppi to'g'risida ham chiqarib turdi degan gap. Unda olsa, masalan, do'ppini biz ham ishlatmaymiz, shunaqa. Masalan, o'zbeklar ham do'ppi ishlatadi. Men faqat Uyg'urga aloqadorlar do'ppiga uchur izlayman demoqchi bo'lsam, bu vaqtda do'ppa and cho'ng izilishi, ha? Uyg'ur. Mush ikki cho'qim tanglik ifodalanish kerak degan gap. And degan hamda degan gap. Bizning topqani faqat Uyg'ur munosabatliklar do'ppi bo'ldi. Ha, Uyg'ur do'ppa deb desak ham bo'laverdi. Men demoqchi o'g'lim masalan Bill Gates desak. Ma Bill Gates chiqdi shunaqa. Ha, bu taz yaxshi misol olmayotgan chunki Bill Gates desak, bu Bill Gates bir aqlam chiqdi. Apple desak, olim shirkati chiqdi. Shunaqa. Men qanday qilmoqchi deganda mevani izlamoqchi-da. Mevani izlamoqchi. U vaqt qanday qilaman? And cho'ng izlashi. Masalan, fruit deb qo'ysam, faqat mevalar chiqadi. Demakchi hamda ikki narsa cho'qim ikki element mavjud bir vaqtda mavjud bo'lsin demakchi biz izlayotgandiki, buningda and. Bu uchinchisi. Ondan biz ma'lum bir izlamoqchi bo'lgan alqiliq so'zni faqat birlam to'rbatdan yoki biz xohlagan to'rbatdan izlayman, boshqadan boshqa to'rbatdan chiqmasin desak, vaqtda 4-inchisi qanda, masalan, do'ppa bog'i, do'ppa hozir Wikipedia, Mountain Home, IKEA mushularning to'rbatlaridan chiqadi-ku. Men faqat masalan Facebookdan izlayman. Facebookdagi mush do'ppaga aloqador materialni izlayman demoqchi bo'lsak, vaqtda site. Asım çeket, site degan o'rincha, endi to'r bekatning website deydi. facebook.com. Mana faqat va faqat Facebookdan chiqadi. Facebookdan. Faqat YouTube'dan izlaymasak-chi. Site asım chekdan keyindan YouTube qo'ysak faqat YouTube'dan chiqarib turadi. Hamda Kings'i, mana site asım chekda. Kings'i men ma'lum bir to'rbat qisman to'rbatlardan xohlamayman, uningdan chiqmasin demoqchi. Masalan, Wikipedia chiqmasin demoqchi bo'lsak, masalan, men Wikipedia chiqmasin demoqchi bo'lsam, qanaqa qilaman? Do'ppiga aloqador mazmun Wikipedia chiqmasa, ilish belgisi yoki siziq Wikipedia. Wikipedia chiqmaydi. Masalan, men IKEAdan chiqmasin desam-chi, ya'ni siziq IKEA. IKEA ham chiqmaydi. Mountain Home shunaqa. Mountain Homedan chiqmasin desam-chi, Mountain Home. U chiqmaydi. Biz shuna qilib biz mayadan chiqmasin degani qanday ilish belgisi bilan qo'ysak, shuningdan izlamaydi Googlening algoritmi. Hamda 6-inchisi, masalan biz ma'lum bir aloqador material izlamoqchi. Masalan, Java o'rganish to'g'risida bir PDF material izlamoqchi yoki Word shakl izlamoqchi. Shuni qanday izlaymiz? Masalan, learn Java desam, bu video chiqdi va har xil munosabatlik. Men faqat PDF nusxasini izlamoqchimiz Java o'rganish to'g'risida. Buni qanday qilmayman deganda file type hujjat tipi degan gap bu. Osim cheket PDF. Bizga PDF ham chiqarib berdi mana PDF. Mush Java o'rganish to'g'risida PDF. Doc Word shakl bo'lib qolsa-chu, mana mush hujjatni chiqarib berdi, tushirsak bu Word shaklda degan. Endi 7-inchisi biz ma'lum bir yilning sonidan mayildan mayilgacha bir narsa izlamoqchi. Shuni ichki chekiti bilan
Masalan, 2000-yildan 2010 desek qanda şu vaqtgacha narsalarni chiqarib turdi. Nima izlamoqchi bo'lsak, masalan, burun TED paranglarda bir odamdan Qashqarga berib, shu tomoq isrofchilik qarshi to'g'risida bir faoliyat qilib, u yerda bir o'pkisib yap, u o'pkisibchidan bir o'z bir dars olganligi, savoq olganligi, masalan, o'zi oshirib qo'ysa, shu odam oshirib qo'ygan guruchni qanda man tugdivat deganligi amaliyot o'zininki tomoq isrofchilik qarshi berib turib, o'zining tomoq isrofchilikqa bir narsa uyganganligini shu Uyg'urlardan to'g'risida bir TEDninki bir paranglar bor. Ama o qaysi parangligini topolmaymiz. Shunaqa, hozir qanday izlaymiz shuni desak, masalan, men u videoni shu 2015-yildan burun ko'rgan. Men shaxsan 2015-yildan burun ko'rgan u videoni. Ondan keyin men uning aloqador yana nima naslay olmayman haqliq so'zni hamda tomoq isrofchilik degan izlayman. Qanday izlayman deganda, masalan, TED Talks deyman. TED paranglari. O 2015'dan burun ko'rgandikan men. Taxminan 2010dan 2015 kishi atrofida bo'ldi bu. Ondan keyin buningga cho'qim yana tomoq isrof qiladigan waste deydi inglizcha. Shumi bo'lish kerak. Masalan, unda demsam 2010dan 2015 desam, boshqa TEDninki masalan paranglar men deganda chiqmasligi mumkin mana. Pul emas. Men faqat yana nima qattiman, bayam anni o'rgandik-ku, cho'qim ma'lum bo'lish kerak. Waste. Isrof qilish degan gap. Mana mushni izlamoqchiman haqliq so'zi. Mana mushu. Mush parang shu. Ya'ni mush qismi. A chef came to talk to me. I finished my bowl, and half it's fed to dogs in Ecuador, all being discarded. It symbolizes their taboo against food waste. I was sitting at a roadside cafe. A chef came to talk to me. I finished my bowl, and halfway through the conversation, he stopped talking and he started frowning into my bowl. I felt incinerated. This man in Kashgar, Xinjiang province in Western China, is serving up his national dish. It's called sheep's organs. It's delicious. Eng axirqisi biz ma'lum bir maqola yoki nim bo'lsin, nimni izlamoqchi bo'lsak, faqat mavzuda shu so'zlar faqat mavzudan ko'rilsin demoqchi bo'lsak. Masalan, Java o'rganishni bir tilga olay. Java, learn Java deymiz-ku. Qarsak, 546 million uchirib ekan Java o'rganish to'g'risida. Bizga faqat ash mavzu Java o'rganish deganlar o'ziga olgan shuni izlamoqchi bo'lsak qanday nim deymiz deganda. Bu vaqtda entitled. Title degan shu mavzu degan gap. Mavzuning ichida qanday asm chekib learn Java. Endi osh 500 necha million degan hozir 870 necha minglam chiqib qoldi. Bu nuqtaliq lam qanda mavzuda cho'qim learn Java degan bor. Faqat mavzudan ashini chiqarib turdi demoqchi. Soni ozib ketdi. Ya undan boshqa, masalan, bugungi men tanishtirmoqchim shu. Bo'g'alam shunchalik. Undan boshqa nurg'un algoritmlar bor biz tiz izlaydigan, uni masalan kasbiy magistrlik doktorlik o'qiyotganlar bo'lsa, material izlamoqchi bo'lsa yoki qanday kasbiy odam bo'lsa, uni o'zinglar izlab qila olasiz, lekin bugun men so'zlaganlar asosli ko'p uchraydigan, ko'p ishlatiladigan tipdir. Undan boshqa, masalan, inglizcha bilsang, masalan, avarayni weather deydi. Weather Urumchi deb qo'ysak qanda? Urumchininki avarayi chiqarib turdi degandek. Map desakchi, xaritasini chiqarib turdi. Bugungi darsimiz, ya'ni darsimiz debman. Mushu video mushaycha.